bugungi mavzuimiz 6-ma'ruza bo'yicha tadqiqot o'sha mavzular bo'yicha o'tamiz. Mavzuimiz 6-mavzuga tegishli bo'lgani uchun mavzuimiz avtotransportlarning ish qobiliyatlarini ta'minlash texnikasi bo'yicha ikkita rejamiz bor. Demak, avtomobillarning ish qobiliyatini ta'minlashi va saqlab turishi taktikasi, ishlash davriyligi va texnik holatlar bo'yicha texnik holat taktikasini ko'ramiz. Bu birinchi rejamiz, birinchi seriyada. Ikkinchi rejamiz bo'yicha texnik xizmat ko'rsatish davriyligini, optimal qiymatlarini, ish qobiliyatlarini ta'minlash strategiyasi bo'yicha taktikasidan foydalanishdir. Demak, ikkita rejamiz bo'yicha ko'rib chiqar ekanmiz. Demak, avtomobillarning ish qobiliyatini ta'minlashi, saqlab turish taktikasi, ishlash davomiyligi va texnik holatlar bo'yicha texnik xizmat ko'rsatish taktikasidan iboratdir. Demak, transport vositalarining ish qobiliyatlari ekspluatatsiya sharoitida o'sha o'zgarib boradi. Ya'ni masalan, joriy ta'minlash ishlari va me'yoriy yangi avtomobillarga 25% tashkil etilsa, o'sha hisobdan chiqarilguncha 250% gacha yetadi. Ya'ni 9 marta oshadi. Demak, avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish boshlangandan boshlab unga qilinadigan sarf xarajatlari tobora oshib boradi. Xo'p, iste'molchilarning avtomobil ish qobiliyatlarining boshlang'ich qiymatlariga mos, balki uning o'zgarish dinamikasi va oxir oqibatlariga qiymatlarini o'sha qiziqtiriladi. Ya'ni ekspluatatsiya jarayonlarida ratsional texnik xizmat ko'rsatish va ta'minlash tizimlarini qo'llash, ishlab chiqarish, ishchilar va haydovchilarning malakasini oshirish va boshqalar talablari hisobga oluvchilar ish qobiliyatini boshqarishi mumkin. Ya'ni masalan 10-15% buzilish va nosozliklarni sifatida texnik xizmat ko'rsatish va ta'minlash natijasida sodir bo'ladi. Ya'ni g'ildiraklarning o'q bo'ylab o'sha yurishi, shina resursini 20% ga kamaytirishi, o'z vaqtida texnik xizmat ko'rsatish va ta'minlash yonilg'i sarfini 6 va 8,5% gacha kamaytiriladi. Ya'ni avtomobilni qisqa ta'minlash ham qanaqa bir texnik xizmat ko'rsatiladigan vaqtda texnik xizmat ko'rsatish 1 va texnik xizmat ko'rsatish 2 holatlari yuzaga keladi. Sabab avtomobilni qisqa ta'minlashga moy filtri, yog' filtri, havo filtrlari almashtiriladi, remen almashtirilishi mumkin, dinamdan kelgan remen almashtirish mumkin. Qisqa ta'minlash ishlariga kiradi. Demak, keyingisiga o'taman. Strategiya. Birinchi strategiyamiz bo'yicha profilaktika, texnik xizmat ko'rsatish ishlashi xarajatlari hisobga berilgan ish qobiliyatini saqlash. Ya'ni strategiya bu ikkita taktika qo'llash mumkin. Ishlash davomiyligi bo'yicha texnik xizmat ko'rsatish taktikasi bu ishlash davomiyligi bo'yicha texnik xizmat ko'rsatishda tayinlangan ishlash davomiyligi texnik xizmat ko'rsatish erishish bilan barcha agregat va o'zalarga texnik xizmat ko'rsatishning qat'iylashtirilgan reglamentlar va hajmi bajariladi. Moy almashtirish, tozalash, mufta tepsining yo'lini sozlash va klaplar va tirqishning rostlash va boshqarishdir. Bu taktika qo'llashda sodda bo'lib, o'zil ish qobiliyatlarini R barobar 1 F ehtimolligi bilan kafolatlanadi. Ya'ni kamchiliklari texnik holatlar ko'rsatkichlarining o'sha vazifalari sharoitida detallarning katta qismlarini